رسول الله فاقتفى القلب حنينا. Sahihul Muslimdagi hadisda quyidagicha bayon qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidga keldilar. Sahobalar nimanidir qizg'in muhokama qilishayotgandi. U zot ularga nimani muhokama qilyapsizlar dedilar. Ular biz qiyomat qachon qoyim bo'lish haqida gaplashyapmiz deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qiyomat uning 10 ta alomatini ko'rmaguningizcha qoyim bo'lmaydi dedilar. U zot qiyomatga bevosita bog'liq bo'lgan turli xil toifadagi 10 ta belgini aytdilar. Qiyomat uning 10 ta alomatini ko'rmaguningizcha qoyim bo'lmaydi. Keyin u zot ushbu alomatlarni birma-bir sanadilar. Ularni tezda eslatib o'tmoqchiman inshaalloh. Keyingi qismlarda esa ularning har biriga alohida to'xtalib o'tamiz. Birinchisi duxon. Duxon chang, tutun degan ma'nolarni anglatadi. 10 alomatning har biri o'ziga xos, bir-biriga moyil emas. Ularning har biri alohida hodisadir. Ushbu 10 belgi muhim bir hodisa bo'lib, shu qadar dahshatliki, barcha uning asosiy alomatlaridan biri ekanligini darhol sezadi. Demak, birinchisi duxon. Aytayotgan ketma-ketligimiz tartib bo'yicha emas, biz shunchaki ularni sanab o'tyapmiz. Ikkinchisi dajjol. Bu juda uzoq muhokama qilinishi mumkin. Bu haqida yana batafsil suhbatlashamiz. Uchinchisi dobbatul ard. Dobba bu hayvon. Uning zikri Qur'onda kelgan. To'rtinchisi quyoshning g'arbdan chiqishi. Aslida quyosh sharqdan chiqib g'arbga botadi, ammo bir kun u g'arbdan chiqadi. Beshinchisi Iso ibn Maryamning qaytishi. Bu juda xos hodisa. Unda noaniqlik yo'q. Oltinchisi Yajuj va Majujning chiqishi. Yajuj va Majujning kelishi asosiy hodisadir. Bu va bunga bog'liq masalalar haqida inshaalloh yana batafsil gaplashamiz. 7, 8 va 9-inchisi dunyoni tebratib yuboruvchi 3 ta katta zilzila. Ular mintaqaviy emas, balki butun dunyo xabardor bo'luvchi, dunyoni tebratib yuboruvchi 3 ulkan zilzila. Hadisda aytilishicha ularning har biri o'zidan avvalgisidan shiddatliroq bo'ladi. Butun dunyo xabardor bo'luvchi 3 ta ketma-ket sodir bo'ladigan zilzila. 10-inchisi alomatlarning eng oxirgisi va asosiysi ulkan olov. U Yamandan chiqadi, odamlarni mahshar maydoni tomonga yo'naltiradi. Hisob kunining eng oxirgi alomati insonlarni bir joyga, bilad ash-sham yerlarda to'planishga majbur qiluvchi olovdir va u insoniyatning intihosi hisoblanadi. Boshqa bir hadisda u zot aytadilarki, qachon ushbu 10 alomatning birini ko'rsang, keyingisini uning ketidan tezda kelishini kut. Bu 10 alomat xuddi dominoga o'xshaydi. Birin-ketin keladi. Ularning biri kelsa tamom, boshqalari uning orqasidan juda tezlik bilan sodir bo'ladi. Va bu 10 alomatning birinchisi shubhasiz Iso ibn Maryamning kelishidir. Undan keyin boshqa alomatlar birin-ketin ro'y beradi va Iso ibn Maryam kelganidan keyin oz vaqt ichida qiyomat qoyim bo'ladi. Qiyomat kelishining oxirgi belgisi uning birinchi belgisiga bog'liqdir. Oxirgi alomat Mahdiyning kelishidir. Mahdiy qiyomatning birinchi alomati bo'lmish Iso ibn Maryam bilan muloqotda bo'ladi. Demak, Iso ibn Maryam va Mahdiy bir vaqtda bir hududda yashashadi va bir-birlari bilan muloqotda bo'lishadi hamda birga ishlarni amalga oshirishadi. Tom ma'noda kichik belgilar tugab, katta belgilar boshlanadi va shu damdan boshlab to qiyomat qoyim bo'lgunicha sodir bo'lishda davom etadi.